Voy, qanday bo'lyapti? Tinchmisizlar? Charchamayapsizlarmi? Sizlar bitta zo'r yangiligim bor. Biz yangi bitta podkast boshlaganmiz. O'sha podkastda nima gap, nima so'zi bo'lishini hozir tomosha qilasizlar. O'zimizning mehmonimiz bor. Desam ozgina sal noto'g'ri bo'lib qolishi mumkin. Sababi bu podkastda sal boshqacharoq ekanda. Kelgan mehmon ko'rsatuvni boshlar ekan. Oyni ishoning, rostdan shunaqa deydigan joyi tanishinglar. Jasur aynan Beshori mana shu loyihani boshlab yurgan bola. Men juda ham xursand bo'ldim. Anchadan beri gapirib yurardim. Meni PlayStation o'ynashga chaqirdi. Men maza qiladigan narsam shudir. Bilmadim bugun yutamanmi, yutqizamanmi, bilmayman. Men uchun eng muhimi shunchaki adrenalin. Maza qilib ketish bo'ldi. Yangi sopernik menga shu narsa qiziq. Nima gap, Jasur? Tinchmi? Charchamasizmi? Rahmat, o'zgasim charchadim. Yaxshi keldimmi? Instagramda ko'rdim, va PlayStation dedingiz. Aytdim, nimaga yo'q? Bitta chiqib ko'ray dedim. Rahmat, sirazi atvet berdingiz, keldingiz. Bu bunaqa narsaga joyida. Davay, Luboyga davay deyman. To'g'ri, bunaqa jazor o'ynamayman. Qo'ldan kelgancha bir ikkita bratishka bolalar bor, hozir ko'rayotgan bo'lsa. Va hoki sizlar meni 9-1lar deb qolishi mumkin. Hozir shunaqa ukalar ham bor. Savalab tashlaydigan bolalar bor. Bor. Tukta kamandan olib ham savalab qo'ya oladigan bolalar bor-da. Shularga aytib qo'ymoqchiman. Nima bo'lgan taqdirda ham aylanib kan, bo'ldi. Mazina qol. Mahalla qilasan. Katta kishi bo'lib sizlarga ming'ir-ting'ir joningizga tegmadimi? Ha, ketdi. Короче, o'yin qonun qoidasi juda ham oddiy. Bizda sovrin jamg'armasi bor. Hop. Ya'ni Ko'rdim. 1.150.000 so'm. Hop. Har bitta golga 100 mingdan olamiz. Siz bitta gol ursangiz 100 ming, men bitta gol ursam 100 ming. Agarda qanaqadir summa qolib ketsa, ya'ni hisob kichikroq bo'lsa, qolgan summani eng yaxshi kommentariyaga beramiz. Ya'ni siz haqingizda eng yaxshi kommentariy yozgan, negativ emas. She'r bo'lsin, qolasa qo'shib aytib bersin kommentariy, farqi yo'q. Beramiz. Qisqa aniq lo'nda. Men ham o'rtacha o'ynayman deb o'ylayman, chunki yutdim ham, yutqazdim ham shu paytgacha mehmonlarga. Bu samim bilan interesli kontent bo'lishi. Bo'ldi. Davay boshlaylik, Cho'zmasdan boshlaymiz. Olgan formangizga qaraganda tushunarli ko'p narsa. Bu Camp Nou'dan kelgan. Original. Menga buni bir paytlar janob Piligrim padarka deganlar, olib kelib berganlar. O'zlariga nimadir olganlardi, menga olib kelib berganlar, bitta forma olib kelib berganlar. Zo'r. Orqasiga nima yozdirganlar? Ismimni yozib 7-nomer qo'yib qo'ying bo'ldi degan. O'sha paytda David Villa o'ynardi. 7-nomerda. Men o'shanda PS13 da Villa bilan o'ynashni yaxshi ko'rardim. Chunki PS13 da Villa bilan sentrdan gol urish mumkin edi. Bitta zamaq bilan bitta gol tiqib olsa bo'ladigan joyi bo'lardi-da. O'sha paytda. 13 dan oldin nima o'ynagansiz? Pentium 3imda FIFA o'ynagan paytlarim esimda. Menda Pentium 3 degan 12 yoshimda adam kompyuter olib berganlar-da, Pentium 3. 10 gigabayt hardi bo'lardi. Bitta o'yin yozsang, mana shundoq. O'shani o'zida ham qilib ishlaydi. Unda siz tasavvurim bo'yicha tug'ilmasimdan oldin boshlagan ekansiz o'ynashni. Chunki esimni tanib 2006 yilda hozir 27. Mendan 10 yosh kichkina ekansiz-da. Men o'ynashni boshlaganimda chaqaloq bo'lgansiz-da. Hali qo'lingizga jo'stik ushamagansiz. Yamman sirkat vardingiz shu joyni. Jo'stigim yo'q. Men bir paytlar mahallamda PlayStation xona ham ochganman. O'zingiz. Anaqa bo'lardi, esingizmi? PlayStation oldingi o'yin bo'lardi. Sega. Sega unda ham futbol bo'lardi. Segada futbol o'ynamaganmiz lekin. Biz Segada pastandan Mortal Kombat o'ynardik. Siz Aqua Cola bo'lardi 1 litrlik. Ha, hop. Aqua Cola berib Sega o'ynardim. Aniq esimda-da. Ha, birinchi Denzi bo'lardi. Sega xonalar birinchi ochilgan. Denzi xona bo'lmasdi menimcha. Endi Denzilar ham bo'lib turardi. Baribir Sega oborot olgan, keyin Sony PlayStation boshlandi. Shu bilan haligacha Sony PlayStation. Qachon futbol ko'rib boshlagansiz? Futbol ko'rishi ham shu примерно shunaqa paytlar bo'lgan. Ha, yo'q, to'xta. Nu-da 2006da. Nimaga Barselona sabab? Men o'zi futbolga qiziqishimni juda ham qattiq g'ayrat uyg'otib yuborgan komanda mana shu komanda bo'lgan. Undan oldin Real Madrid yaxshi ko'rardim, chunki hamma nomer 1 zvizdalar Real Madridda o'ynagan har doim. Shu Beckhamni o'ynab, Zidanni o'ynab yurgan payti esimda. Figo o'ynardi, Raul o'ynardi, masalan, Roberto Carlos bor edi. Ronaldo kelganki, xullas Cristiano emas, Anu legendasi bor-ku, birinchi legenda. O'shalar o'ynaganda men Korolevskiy sostav bo'lganda o'sha paytda. Voy, dod o'rganman-da. Uliga yetadigan komanda yo'q edi-da. O'shalarni kuzatardim. Keyin Realda Messi paydo bo'lyapti. Barselona. Ya zo'r, ayni shoning. Barsada o'shani ko'ryapman-da o'yinni. Dedim, nima bu, kim bu deb qoldim. Barselona nima uchun kuchli dedim o'zimcha. Real nomer 1 zvizdalarni puli ko'p bo'lgani uchun sotib olar ekan, lekin
Barselona o'zini maktabidan nomer 1 zvezdalarni chiqarishni bilar ekan. Ya'ni men o'sha maktabiga tan berdim. Gvardiolaga alohida muhabbat otilib chiqayotgan paytida. Ha, shunaqa. Chunki u Yohan Kroyff o'zi total futbol chiqqan payt Tiki-takani otasi Yohan Kroyffda. Gvardiola Uni keyin bilganman. Zamonaviylashtirganda Ibrani chopib olgan. U Messiga Ibraga davay. Lekin Ibragimovich shu o'ynayotgan paytlarida kuzataverdi. Xayrullohning bitta zo'r gapi bor-da. Eshitib hayron qolganman. Tasavvur qiling, uyda maktab koridor maktab bo'ladi. Koridorda Zlatan turibdi deydi. Messi bilan Ronaldo o'toladimi o'sha koridorda? Mayli 7 ta oltin to'p olsin, mayli 5 ta olsin deydi koridorda o'toladi. Shunaqa falsafiy tushuntirib beryaptilar-da. Kim zo'r degan narsaga. Ibran yonidan o'tolarmidi degan. Endi gaplari bor-da. Ibragimovich bayetsda, ko'cha qonuni tarbiyalab qo'yganda uni. Ya'ni hayron Milanda chempion bo'lganda Galana bilan chiqib kelganiga hayron qolganman polyaga. Videosini ko'rganmisiz? Qaysi edi? Milan chempion bo'ldi-da. Ha. A seriyani oltin nishonlash kerak. Ibra sigara bilan polyaga chiqdi. Ifall det ska festas eller ifall det ska rökas eller ifall det ska sprutas. Yetti endi boshlaymiz. Real Madridni olaman. Boshladik. Ketdi. Vinicius Junior. Burchak to'pi. Mbappe. Kylian Mbappe. O'yinni Fox bilan o'ynar ekansiz siz. Siz jim. Yeyapman u nima voy? Hozir raslab chiqish mumkin emas u buni. Ay, Shuna. Og'zim ochilsa, sukut yeyman bor. yani sepni bosib. Gaplashib o'ynayman, so'kab o'ynayman. Hop. Ya. Как? Qoldi lekin qoldi. Chiroyli gol bo'lar. Azzo. Oh, блин. Нежданчик. Meniki edi. Oh, Alexander. Ha, tamam. Qo'ymayman. Oydan ochib. Kerak edi. Блин. Voy, Rodrigo. voy, блин. Zor, shoning. Olmo. Qisi bo'ladigan joy edi, lekin og'ayni Umid qilamanki menga fora bermayapsiz. Birinchidan. necha minut? Yo'q, 9 adashmasam. Hozircha hisob 4-1, 400 ming menda, 100 ming Abdumalik akaga. Ikkinchidan. Partiya boshlandi, Realda nima gapir? Yo'q. Voy, parod qildim. Valerga. Nechinchi marta o'ynaysiz bugun? Birinchi. Birinchi, aka ham o'ynab o'tiruvdinglar. Kirdimda ekran zapis bosib qo'ydim. Rostdan birinchi.
Даже 26 birinchi o'ynadi. Oy. Soat 5:02 do'stlar. Barselona qaytmoqda. Remontado. Durrak buning. Voy! Как так, buning, ha? Tez charchab qolar ekan o'yinchi bu. Gap yo'q. Topib qo'yar ekanmiz-da, ha? Haqqa yurishini. Voy! Rudiger zay. Qotdi. 5 taga Real Madrid qotdi. 5-3. Ay! Qo'yib beryapsiz-a, uka? Yo'q. Himoya poteriya bo'lyapti. Rudiger Roshan chalishtirib oldim, aytganim qilmayapti. Ay! Nimaga poteriya bo'lyapti bular? Chiq. Yaxshi. Молодец. Olmadı, yomon davliyni bo'ldi lekin.